Iroq davlat haqida nimalarni bilasiz? Men bir narsani aniq bilaman. 97% import iste'mol qiluvchi. Buncha narsani sotib olgandan keyin demak haqli puli bor. Men Iroqda ko'p shaharlarda bo'lganman. Davlat hamma narsani tashqaridan import qilib iste'mol qiladi. Ko'p har xil qo'zg'olonlar, narsalar ko'rib, nimadir rivojlantirishmagan. Aksariyat nimaniki ko'rsam bozorida hamma narsani tashqaridan import qilib iste'mol qiladi. Va bugun mana shu Iroqdan savdo ministri va 167 nafar deyishyapti delegatsiya, savdogarlar delegatsiyasi Toshkentga tashrif buyurgan. O'zbekiston Savdo sanoat palatasi taklifiga binoan. Mana shuncha tadbirkorlar 4 kun O'zbekistonda bo'lishadi. B2B uchrashuvlar bo'ladi. O'zbekistondagi ishlab chiqarish zavodlariga borib aylantiramiz. Ular bilan suhbat qilamiz. Yana nimalar qilsak bo'ladi va O'zbekistonda diqqatga sazovor joylarni borib birgalashib aylanamiz. Samarqandga boramiz. Ko'rsatamiz. Shu delegatsiya bilan bu deganimki, har bir savdogar, har bir ishlab chiqaruvchi bozoriga kirsa bo'ladigan, ish qilsa bo'ladigan davlat Iroq. Yaqinda dekabr oyida O'zbekiston tadbirkorlar delegatsiyasi Iroqda bo'lgan edi. Men u paytda Amerikada edim. Taklif qilishganda yetib kela olmagan edim. Hozir bu yoqqa kelishganda taklif qilishdi, mana keldik. Endi shuncha tadbirkorlar bilan gaplashamiz, nima mavzular, nima yangiliklar va 4 kun shu yerda bo'lishar ekan. Qolganlarga ham taklif qilamiz. Tadbirkorlar bo'lsa, 4 kun Iroq, O'zbekistonda.